Yoshligimda ham ovqatingni oxirigacha ichib bermasang xotining huniy bo'lib qoladi deydi-da. Men agar asna demaganda sho'rva degan ovqat ta'mini bilmay o'tib ketardim, ishonasizlarmi? Ashi gap deb turib qancha sho'rva ichib berganimni bilmaysizlar-da meni. U hozir tushunyapman, ovqatni ichib oxirigacha tozalab qo'yish idish yuvishga osonroq bo'lar ekan prosta. Ashna deb ayam aldagan ekan. Uni desa ichmasdim-da, shu yo'q xotinim bilan tahdid qilgan ekan menga. Men ham huni yo'q bo'lmasin deb ichavergan ekanman. U gapni eshitasiz, ko'chaga chiqasiz, hali yoshningiz, hali chiroy temasda gap ketganda sirazi hayolingizga keladigan bola bor haligi. O'zini eng chiroyli davrida shimpanze bilan 2 soat raqobat qila oladigan bola haligi. Chiroyi bilan atrof muhitdagilarda ogohlantirib turish uchun banner ko'tarib yurish kerak, qopag'on qarg'a degan. U tashi bolani ko'rasiz, kallangizda haligi gap, sen sen uylanmay o'lib qolasanmikin-a deysiz sirazi bu. Nima yo'nadi deyapsan? Yo'q, agar uylansang ham xotiningcha ham ochlik e'lon qilib shekilli. Yoshligida emizishmagan ham bo'lsa kerak-a, u qiz bechorani qanday yashayapti kim?